Lady bilan gentlemenlar hammalarga assalom va nihoyat o'zimda o'sha asabbuzar la'natlangan odamlarni vaqtiga va asablariga tupurib bo'lgan o'yinga keldim. O'zimda kuch topdim shu o'yinni yana qayta davomini o'ynab, shuni oxirida tepada nima borligini bilishga harakat qilmoqchiman. Necha soat o'ynaganim esimdan ham chiqib ketdi bu o'yinda, chunki bu yerda saqlanishlar yo'q. Bitta dumalab tushdingmi, tamom boshdan chiqasan degan qonun qoidasi bor. Pastimizda qarochi ucharlik opcha borda, sizlarga ko'rsatib qo'y. Tushib ketmasam bo'ldi, ko'rsataman deb sizlarga. Mana u pasimizda ucharlik opcha bor, ko'rinmas ekan bu yerda. Ashidan tepaga chiqdim bir nima qilib. Iroda kuchlari bilan chiqdim. Endi buyog'iga tepaga yana harakat qilamiz. Tushib ketma. Iltimos, bu yergacha men qancha mashaqqat bilan 1981 marta urinib qaytib keldim. Bunaqa kuchni topish oson bo'lmadi menda. Asablarim ketdi, rosa so'kindim. O'zinglarda nima gap? Kommentariyalarda banglatib yozib olinglar. Ko'pchilik mana shu o'yinni kutganman dedi. Bu o'yinni chiqarmay qo'yganimizga ham ancha bo'lib qopti. Xudo xolasa bir oycha bo'lib qoladi bu yerga chiqarmaganimga ham. Shuning uchun bir sag'ingan dil qalblarimizga yangi qilib o'zimizni o'yinimizni mana shu Clamp degan o'yin, asabga tupurgan o'yinni davomini olyapmiz-da. Sakra. To'xta. Mana shoh meni ushollaydimikin? Voy! Yo'q. Voy! Chiqamiz yana endi mashinadan. Nima mayli, xursandman. Nima? Pastga tushib ketmadim deyman. Mana o'zga sharoitlar chilopchina mana. Sizlarga ko'rsatmoqchi edim-ku. Ko'rdinglar endi. Endi yana qaytadan chiqishim kerak. Much later. Voy xudo o'zingga shukr. Eplandim. 4-5 marta dumaladim ham. Lekin men taslim bo'lmadim. Mana madan mende il. Voy malades. O'zimga malades. Mana uje biz davom etyapmiz. Go debdi. Nima qilyapman hozir? Madan endi bitta sakrashimiz kerak, bittada o'xshash kerak. O'xshamasa biz yomon bo'lamiz. Qani, bismillah. Yuragim yomon o'ynab ketyapti. Biz uje yangi lokatsiyaga kelyapmiz. Tugaydimi, ha, mashida? Tugaydimi? Voy shiba. Yana bitta hozirgi normalni sakrashdan amalga oshiramiz. Iltimos, usha. Yuragim o'ynab ketyapti usha olmashini. Yana bitta. Faqat uyaltirma. Bu yoqqa tushib ketsam tamom men qaytib kela olmayman. Menday qilsam o'tmayapti-da bu. Madan sekin o'zimiz uslubda sakraymiz. Havo yaxshi. Mana. Hoppa, kalla tashlash bo'ldi va mana startga qaytdikmi? Bir marta xato qilganimizdan keyin undan dars olamizmi? Yo'q. Tuyoqush tuqumini yebsan, biz u xatoni yana qayta qilamiz. Qanaqa qilib bu asablaringiz chidayapti deydiganlarga qisqa yo'llarni o'rganib oldimda bir nima qilib. Mo'ljallaymiz bunday qurolda. Shu yerga bir uraman. Mashinalarga tushaman. Mana uje qisqa yo'l mana. Keyin qo'lam o'rganib qoldi. Bunday qilaman-da. Mana uni yo'qotamiz. Bunday qilamizda. Bunday prosta. O'ta zo'r. Mendan bitta sakrashni amalga oshirardim. Mana. Ya. Ha, mana. Men uje qisqa yo'llarni o'rgandim. Tajriba oshdi. Mendan ham zo'r o'taman men, qarab turinglar. Bunday qilib turib, oldinlari chiranib o'tadim. Hozir bittada o'tadigan bo'lib qolganman mana. Bunday qilyapman. Bunday qilib turib o'rganib oldim men yaxshi yo'llarni mana. Bo'lar ekan-ku. Endi ashaqacha borishimiz kerak. 3 hours later. Voy. Terlab ketdim. Nima terlab ketdim? Mashigacha qayta keldim mana yana. Qancha vaqtim ketdi? Xudo biladi. Mana yana bitta savolni javobi sizlarga. Nimaga video kam chiqyapti? Mash kazobat o'yinda men qayta bitta joyga kelishga harakat qilyapman. Sakray endi. Usha. Malades. Ozgina qoldi. Nafas olamiz keyin. Usha. Hoppa, menga chiqchi. Dumalab ketma. Voy. Mana senga rezultatni, kasofati. Endi buyog'iga tushib ketsam men vapshi afsunaman, ishoninglar. Afsuslanishni eng opodadasi bo'ladi lekin. Endi madan chiqarganmizda. Biz sarguzashtlarimiz davom etadi. Nimcha qiyin bu, magamni qo'yamizda. Bunday sakraymiz, hoppa.
Men bilyapman уже, men bilyapman. Tushimda ham ko'rmaganman bu o'yinni lekin. Oba! Молодец! Молодец! Xotirjamlik. So'kinmaymiz. So'kinmaymiz. Zo'rga chiqyapman-u, zo'rga chiqyapman-u. Nima bu? Meni ve yordam bermayapti hamda bu o'yinchi bir. Yordam beray shu bechara o'yinchi ham siqilib ketdi. Qayta o'ynaverib mana shu o'yinimizni. Biz ham to'yib ketdik bunga qayta restart qilib, shu boshdan boshlataverib, terlayapti bu demayapti-da shu. Ishqilib tepada mashincha qiyinchiligimga arziydigan narsa bo'lsin-da. Sal qoldi. Hop, молодец. Kim pizza yedi? Pizzamiz qatib sovib, bijib, moho bosib, hamma yo'q bo'lgan. Endi katta sakrash amalga oshirishimiz kerak. Bitta bo'ladi xolos bu imkoniyat. Bitta bo'ladi. Bo'lmasam yana qaytadan shu pastdan chiqishim kerak. Hop. Hozircha normal. Endi bittada ashaqqa prishka. Qani? Oy, молодец. Bittada. Birinchi imkoniyatda uje qo'lga oldim men. Endi sekin chaynadi ustiga. Dumala. Sekin dedim men, o'zingcha tapir-tupur qilma, shashilmay chiqarga. Seni vaqting ko'p-ku. Badringga, keyin piyozga, keyin chesnokka. Oy, sekin. Keyin chesnokka bu sakra bo'lmaydi-yu, dumalab ketaman. Aytdim-ku mana. Non ustiga sekin sedana bo'lib tushdik endi. Bu yerdan yo'l bormikin? Yo'q, qayta chiqishim kerak. Yo'q, qayta chiqa olmayman. Katta sakrashni amalga oshiramizmi? Kuchni to'plab. Aha, bo'ldi, kuchi bor. Уже tajriba yes. Hamma yo'q yes. Sabr bo'lsa bo'ldi bu yoqqa. Sut ustiga. Hoppa. Sutmi bu, qataqmi bu? Bilmayman. Bunaqa jinni savollar bermash kerak o'zi bu o'yinda. Bu o'zimizga bunaqa qiynab qo'yadigan savollar bermash kerak. Usha. Yana bir marta. Hoppa, молодцы. Imkondan unumli endi o'ldiribsizlar. Ideyani qaranglar, ideyani iziga tupirib qo'ygan-ku. Bular qan tuqumni ustida stol turibdi. Men qana sakrayman endi. Katta sakrashmi bu yerdan yana? Katta sakrash. Ashigacha yetib boramanmikin? Balodi yetaman. Tavakkal. Yo, to'xta. Tavakkalga shashilma. Kitga miyib olmasam kerak. Ja unaqa riskovat qiladigan tentak emasman-da, bu yerdan men kit ustiga sakrab. Jinnilar topibsizlar. Boringlar aşağıda o'ynanglar. Madam bunday sakraymikin? Bunday qilib, udar sakrashdan qilaymi? Mana o'xshar ekan shu. Mashinadan qilamiz ekan, menimcha. Yana bilmadim, lekin harakat qilish kerak. Qani mashina. Yo'q, iltimos. Yana boshdanmi? Taslim bo'lish kerakmi? Seni fikring bo'yicha taslim bo'lish kerakmi? Mana, boshqatdan o'taman. Как раз bombani ham qo'yib qo'yishibdi. Meni ikkita yo'lim bor edi. Yo o'yinni to'xtatish, o'chirib yuborish, yo bo'lmasam qayta video chiqarmasdan o'yinni saqlab qo'yish. Men dedim, ichib yubordim hozir. Endi ichib yubordim. Men uchaman demoqchi edim. Uchaman uni. 8 hours later. Xo'p, bilmayman qancha o'ynadim bekiga gunimcha yana. Lekin qo'llarimda kuch qolmadi. Harakatdan to'xtamadimu. Eplayman deb men bitta maqsad qo'ydimmi? Tamom, buni erishmagunimcha qo'ymayman. Sizlar hech ijorat olmanglar. Bu o'yinda men oxiriga yetaman bu o'yinda. Hech qaysi o'zbek hali bu o'yinda oxiriga yetmagan. Men yetaman mashina. Prosta mashinadan o'tib olsam bo'ldi. Mashinat meni o'ylantiryapti-da. Men mashinadan qilib sakrashim kerak-da. O'ta qattiq sakrashim kerak. Yo'q. Oson bo'lmayapti menga bekgacha kelish.
iltimos mashinaga keldim salimda bir rahm shafqat qilishgin. Men bo'ldi. Mashinadan sakraymiz ekan. Mana shu xurustiyni ustidan katta sakrash amalga oshiramiz. Katta sakrash. Ha, chalopchinimiz tegib qolyapti-da mana. Ko'timizda chalopchin bor. Kastrulkamiz bu. Voy, iltimos yo'q. To'g'risini aytaymi, men charchadim. Va charchadim. Lekin to'xtamayman. 346 minutes later. O odamni ko'zidan ter chiqqanini ko'rganmisizlar? Ko'zidan ham ter chiqib ketadimi odamda? Menda ko'zimdan ter chiqib ketdi. Miyalarimdan ham ter chiqyapti endi. Shu miya tomirlari charchab qoldim. Iltimos, bekiga chiqishim oson bo'lmayapti. Meni umrim ketyapti bu o'yinda hozir. Men bu to'g'risini aytaman, gapirgim ham kelmay qolyapti. Iloji boricha gapirmaslikka harakat qilaman. Vuy, sal qoldi. Qo'limda edi. Uje eplovdim men. Demak, eplasa bo'ladi. Ro'ro qo'lingdan keladi. Madan sakrayim, chekarog'idan sakrayimkina. Vuy, sal qoldi. Men ikkala ko'zim orasidan ter chiqishni boshladi endi. Yo'q, iltimos, yo'q, kerak emas. Yana qaytadan boshlashim kerak emas. Boshqa gapim yo'q mening. Hech qanaqa gapim yo'q.